Hürmetli görürmenler, ekranımıza hoş geldinler. Biz yakında Avrupa Parlamenti qaratkan bir qatımlıq ziyaretimiz jaryanida Avrupa Parlamentidagi Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan muhim parlament a'zolaridan bir nechalarini ziyorat qilish fursatiga muvaffaq bo'ldik. Bularning biri Solvakiyalik siyosiyun Meryem Lexman xonimdir. Meryem Lexman xonim suhbatimiz jarayonida Avrupa Parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qaytirgan inkosining intayin asta va sust bo'lib qolganligini aybladi. O suhbat jarayonida yana Xitoyning Avropa tuproqlarida ochgan saqchi punktlari va Xitoyning Avropaga qaratgan ta'tir tashviqot haqida o'z inkoslarini o'tirib qo'ydi. Va buningga inkos qaytarishning intayin muhimligini ta'kidladi. Tövəndə diqqətinizlə söhbətimizin təfsilatı olsun. So far, the European Parliament recognized China's treatment of Uyghurs as genocide. Avropa Parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Ammo biz hozirga qadar hech qanday konkret harakatni ko'rmadik. Buning sababi nima? Thank you very much. Thank you. Yes, I have to admit that for me also the reaction is very slow. I mean, we have recognized the treatment as a genocide and we expected that there will be steps which will follow. Rahmat, shundaq. Shuni e'tirof qilishim kerakki, inkas qaytarish intayin osti bo'ldi. Demakchimanki, biz bu muomalani irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildik hamda biz buningga mos keyingi qadamlarning ilinishini, ya'ni biz talab qilgan qadamlarning ilinishini umid qilardik. Ammo baxtga qarshi Yevropa parlamentining qonun chiqarish huquqi yo'q. Shunga bizning Yevropa komissiyasining qonun tunishtirishini saqlashimizga to'g'ri keladi. Masalan, Amerikaga o'xshash holda biz bir necha oy yoki bir necha yil ilgari talab qilgan paxta cheklash buyrug'i, shundaqla astoydillik bilan tekshirib isbotlashga munosabatli qonunlarga o'xshash qonun ramkalari orqali Yevropa shirkatlarining ta'minlash zanjirida majburiy emgak va kishilik huquq dafsandachiligi mavjud o'rinlar bilan aralashib qolishni cheklashni istaymiz. Biz hozir buningga munosabatli qonun tayyorlayapmiz. Komissiya yana paxta cheklash loyihasini tunishtirdi. Biz hozir Yevropa parlamentida bu loyihaga qarab chiqyapmiz. Ammo sizning e'tiqodlaringiz tamoman to'g'ri. Demakchimanki, inkas bek asti bo'lib qoldi. The Commission also came with the cotton ban proposal. We are looking at it now in the European Parliament, but you are absolutely right. I mean, the reaction is far too slow. So, as you mentioned, there could be some tools. Avropa Parlamentining Xitoyning Uyg'ur xalqiga qaratgan qilmishlarini to'sish uchun yo'l qo'ya oladigan yana bir qism tadbirlari bo'lishi mumkin. Undaqda parlamentinglar e'tirof qilgandek, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish keraklik boshqa tadbirlar bormi? Against China to stop ongoing genocide against Uyghurs. Yes, of course, these two pieces of legislation I mentioned will help, but it's not the only way how we have to address this issue. And there are many other ways. I mean, on a diplomatic level, we have to always mention. Shundaq, albatta. Men tilga olgan bu ikki qonunning yordami bo'ladi. Ammo bu masalani hal qilishning birdan-bir yo'li emas. Uning boshqa nurg'un yo'llari bor. Demakchimanki, diplomatik saviyada biz Xitoydagi kishilik huquq dafsandachiligini hamisha tilga olishimiz kerak. Ammo bu Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik, cherkovlarga, Falun Gong murtlarga ziyonkashlik qilish, siyosiy ko'z qarashi yoki diniy e'tiqodi sababidan ziyonkashlik qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Albatta, bo'libmi savdo shirkimiz bo'lgan Xitoyda bularning mavjud bo'lishini qat'iy qabul qilg'ili bo'lmaydi. Kishilik huquq to'g'risidagi talablarimizning Xitoy bilan bo'lgan savdo ramkasiga jipslashtirishda intayin mustahkam bo'lishimiz kerak. Yevropa ittifoqining kishilik huquq siyosati bilan iqtisodiy siyosatining bir-biriga bog'lanishi intayin muhim. Afsuski, men ularning o'zaro ta'sir ko'rsatmaydigan parallel holatdagi ikki narsa kabi ayrim yo'lda ketayotganligini ko'rdim. Ammo yomon yeri bu bir xato usul. Chunki bular xalqaro qurilmalarning ikki muhim turiki. Ammo bu turiklar o'xshash qimmat qarash asosiga qurilgan bo'lishi kerak. Biz boshqa ellar bilan savdo qilganda yoki diplomatik hamkorlik o'rnatganda kishilik huquq masalasining bularga jipslashtirilishi eng avval qiladigan ishlarning biri bo'lishi kerak. These pillars have to be based on the same values. And the values have to be protected while we do business or when we involve in a diplomatic cooperation with countries, because the human rights issues have to be one of our priorities as we declare this. Okay, thank you very much. So when you said that... Sizga ko'p rahmat. Undaqda o'xshamagan davlatlar o'xshamagan yo'nalish qarab ma'nosligi kerak deganingizda, Germaniya bosh ministri Scholzning yaqinda Xitoyga qilgan ziyoratini o'xshash bo'lmagan harakatlarning biri demoqchimisiz? I find this visit as something which is contradictory and weakening our position. This kind of visits
And in this kind of situation should happen Mən bu when ziyarətni we ziddiyetlik agree və on meydanımızı content, on the acizləşdirdiğən message ziyarət sent. deyə qarayman. And I Bu don't xil believe ziyarət və that bu it's xil right əhval that biz yollaydigan individual uçurğa, heads of state biz or birlikə gələn individual şərtlərə countries, masal edib beriliş kerak. Mən Avropa İttifaqıga əza ayrım dövlət başlıqları yoki ayrım dövlətlərinin öz aldığı hərəkət qilishi to'g'ri emas deb qarayman. Bu xil ayrımlıq bizni Avropa İttifaqı sübutida acizləşdirib ötüdü. Demakchimanki, bundaq intayin muhim məsələdə biz həqiqatan bir ittifaq sübutida hərəkət qilishimiz kerak. Bu xil ahvol Avropa İttifaqının dunyoviy siyosat belgilash g'oyasiga zid. Demakchimanki, biz hozir Rossiyaga qo'llangan qo'sh o'lchamning dardini tortib o'tamiz. Biz Xitoy masalasida o'xshash xatolikni sodir qila olmaymiz. Policy making of the European Union internationally. I mean, we see the consequences of our, I would say, double standards vis-à-vis Russia, and we cannot afford to do the same mistakes vis-à-vis China. We've seen China is setting up some police stations in some parts of Europe, Netherlands, UK, you name it. Biz Xitoyning Yevropaning ba'zi joylarida, Gollandiya, Angliya ish qilib, xili ko'p joylarda bir qism saqchi punktlarini qurganligini ko'rdik. Mushundaq ahvolda Germaniya nurg'un ogohlantirish alomatlariga sal qarab, Xitoy bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirish uchun ba'zi tadbirlarni qo'llandi. Undaqda bu xil ahvol ostida sizningcha Yevropa Ittifoqi davlatlarining Xitoyning Yevropa tuproqidagi bundaq harakatlariga o'rtaq inkosi qanday bo'lishi kerak? The crimes against humanity and genocide against Uyghurs. I have to admit that I was shocked when I read the report about the police stations because this is out. Shuni e'tirof qilishim kerakki, saqchixonalar to'g'risidagi dokladni o'qiganda hayron qoldim. Chunki bu bizning qonunlarimiz, davlat ichidagi qonunlar, shundaqla xalqaro qonunlarni buzganlik. Bu territoriyamizda faoliyat qilayotgan 3-chi bir davlat bor deganlik. Demakchimanki, bu zaminimizdagi kishilarning huquqini qo'g'day olmadik degan gap. Biz 3-chi bir davlatning xalqaro shartnoma, kishilik huquqni qo'g'dash va qisman sudga qatnashish huquqi, jinoyatni dalillanishidan ilgari gunohsiz deb faraz qilish huquqi qatorliqlarga buzg'unchilik qilishiga yo'l qo'ydik. Shunga buni qat'iy qabul qilg'ili bo'lmaydi. Men yana a'zo davlatlarning inkoslarining mujmal bo'lganligidan hayron qoldim. Demakchimanki, hozir biz bu masalani hal qilish uchun Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning ichki ishlar ministrlariga xitob qilib tekshirish boshlamoqchi bo'lyapmiz. I mean, now we are trying to address the ministers of interiors of the EU member states to address this issue, to start investigations. How come this is happening? I mean, the report also shows that in Italy, for example, the Italian police was present when this opening ceremony was happening. China is taking many steps. Demak, Xitoy siz tilga olgandek, Yevropa davlatlarining xavfsizligi va egalik huquqiga buzg'unchilik qilish bilan birga o'zining davlat manfaatini kuchaytirish uchun nurg'un tadbirlarni qo'llamoqda. Hamda Yevropa Ittifoqidagi davlatlarda ta'sir tashviqot taktikasini ishlatmoqda. Siz hozirga qadar Yevropa Ittifoqi davlatlarining buningga qarshi biror tadbirni olganligini ko'rdingizmi? Agar ular unda qilmagan bo'lsa, sizningcha qarshi tadbirlar qanday bo'lishi kerak? So far to counter it, or if they didn't, what should be the countermeasures? Yes, I mean, the EU is looking into the issue of disinformation and influence of a public opinion by third countries. Shuni aytalaymanki, Yevropa Ittifoqi ta'tir tashviqot va 3-chi bir davlatning jamoat fikriga ta'sir ko'rsatish masalasini tekshiryapti. Biz bugun uni muzokara qildik. Men bu masalani biz duch keladigan aralashma tahdidlar qatorida o'tirg'a qo'ydim. Biz bu raqobatga Yevropa Ittifoqi sifatida birlikda yuzlanishimiz va uni ayrim a'zo davlatlarning bir yaxlit qilishiga tashlab qo'ymasligimiz kerak. Albatta, hozir ta'tir tashviqotning tahdidiga taqobil turadigan ba'zi umumiy qonunlarni o'ylashyapmiz. Demakchimanki, bizda bu masalani ma'lum darajada bartaraf qila oladigan raqamlik mulozimat qonuni va raqamlik bozor qonuni qatorliqlar bor. Ammo ishonamanki, biz bu masalani bizning belgilamelarimiz orqali hal qilishimiz kerak. Shundaqla mutlaq muhim bo'lgani avomning ta'tir tashviqotlarga qarshi turish iqtidori masalasidir. Ularning ba'zilari qonuniy, ammo ba'zilari biz ishonadigan yumshoq tadbirlar. Chunki xatar bek cho'ng. Buningga sal qarashga bo'lmaydi. To take some of them are legal, but some of them are the kind of soft measures I believe that we ought to take because the risks are too high to ignore them. Thank you very much again for your time. Bizga vaqt ajratganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Kelgusida yana suhbatlashishimizni umid qilaman. It will be my pleasure.